Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz ilmiy matn. Milliy sertifikat imtihonida ikkita matn tushadi. Xo'p, birinchisi ilmiy matn, ikkinchisi badiiy matn. Bu ingliz tilidagi reading o'xshaydi. Ya'ni readingda o'qib, tushunib yozasiz. Xuddi shunga o'xshagan ilmiy matn ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, ilmiy matn haqida gaplashishdan avval matn deb yozib olaylik. Ilmiy matn imtihondagi eng oson joyi desak ham bo'ladi, imtihondagi eng qiyin joyi desak ham bo'ladi. Nima uchun oson joyi desa, mana ilmiy matn yechish uchun sizdan grammatikaga oid bilimlar talab qilinmaydi. Siz ona tilidagi ot, sifat, sonlarni, morfologiya, morfemika, leksikologiyalar bilmasangiz ham, sintaksisni bilmasangiz ham, ega kesimni bilmasangiz ham matn testini bemalol yecha olasiz. Bu hammani imkoniyatini tenglashtiradi. Ya'ni ona tilini bir necha oydan beri, bir necha yildan beri o'qiyotgan o'quvchi ham ilmiy matnda u bilimlar unchalik talab qilinmayapti yoki ona tilini endi boshlagan o'quvchi ham bemalol ilmiy matnda tushunib olsa yecha oladi. Ya'ni ilmiy matn o'ylashga, fikrlashga qaratilgan matn hisoblanadi. Qiyin joyi nimada desa, qiyin joyi o'zining nomi bilan ilmiy matn. Shunaqangi bir ilmiy ma'lumotlar beriladi. U ma'lumotlarni hammasini tahlil qilib olishingiz qiyin bo'ladi. Vaqt ko'p olib qo'yadi. Va odatda ona tili yo'nalishida o'qiyotganlar yana qo'shimcha yondosh fanlari ingliz tili bo'ladi. Biz ona tilida, ingliz tilida ko'proq badiiy matnlarni o'qib o'rganib qo'yganmiz-da. Chunki mana badiiy asar o'qiyapmiz, hikoyalar, qissalar, romanlar. Lekin ilmiy matn kam o'qiganmiz. Shuning uchun ilmiy matnni biz o'qib, tasavvur qilib olishimiz qiyin bo'ladi. Lekin majburiy fan uchun ona tili o'qimoqchi bo'lganlar mana shu ilmiy matnda yutib ketishyapti. Nimaga desa, aytaylik, kimyo, biologiya o'qiydigan o'quvchilar shu joyda ancha ularga qo'l kelyapti. Sababi bir safar bitta demak, majburiy fan uchun kimyo, biologiya o'qiydigan o'quvchilarni o'qitdik, tayyorladik va imtihonga kirdik. Men o'zim ham kirdim, ular ham men bilan bitta smenada kirishdi. Va haligi matn ilmiy matn tushdi va bu ilmiy matn kimyoga oid edi. Demak, molekulalar, atomlar, elektronlar, neytronlar, ularning joylashuv o'rni, harakati, bir narsalar. Haligi matn jonivor 1,5 bet. Haligini o'qiyapman, haligi narsani tasavvur qila olmayapman. Chunki neytron, elektronni birinchi marta eshitib turibman bu yerda. Maktabda eshitganimiz bo'yicha. Haligini zo'rg'a bir narsalar qilib yechdim. Lekin tashqariga chiqsam, kimyo, biologiyaga kirgan, o'sha kimyo, biologiya o'qiydiganlar majburiy fanga kirishganida, ular chiqib aytayapti, ilmiy matn rosa oson tushdi, deyapti. Kimyo o'qiyotgan o'quvchi uchun bu juda oson bo'lgan. Sababi ular bunaqa matnlarni o'qib o'rganib qolishgan, qolaversa aynan kimyoga oid matn tushdi. Yoki bir safar bosh miya degan matn tushdi. Bu yerda bosh miyani joylashuv o'rni, miya ko'prigi, uzunchoq miya, orqa miya, kichik miya, bir narsa miyalar bilan odamni miyalab tashladi va haligini tushunib, qayerda qaysi biri joylashgan tushunib olish ham o'zi bir amri mahol ekan. Haligini zo'rg'a bir narsa qilib yechib, keyin chiqsam, biologiya o'qib yurgan o'quvchilar aytayapti, juda oson matn tushdi, deyapti. Biz qiyin tushadi deb o'ylaymiz, oson tushdi, deyapti. Ular miya degan matnni o'qimasdan ham javobini yechib tashlashyapti-da. Sababi ular u matnni bilishadi. Biologiyada o'qib o'rishgan. Mana shu joylari mutaxassisligida, asosiy fanida ona tilisi bo'lganlar uchun qiyin joyi shu yerda. Demak, biz ilmiy matn bilan kam shug'ullanganligimiz uchun bu joyda sal qiynalib qolamiz. Xo'p, buni qanaqa qilamiz unda deyilsa, ko'proq matnlar ishlaramiz va natijada biz ilmiy matn degan joyda anchagina bir muvaffaqiyatga erishamiz. O'sha joyimiz yaxshilanib boradi. Xo'p, endi hozir bitta ilmiy matn o'qib, uni tahlil qilib, testlarni yechishga harakat qilamiz. Xo'p, undan oldin o'sha ilmiy matn bo'yicha ba'zi ko'rsatmalarni ko'rib olsak-da, undan keyin matnga o'tib ketamiz. Ilmiy matn bizga ikki xil shaklda berilishi mumkin. Birinchisi yaxlit matn shaklida,
ikkinchisi bir necha qismlarga bo'lingan matn shaklida. To'g'rirog'i 4 ta qismga bo'linadi. Xo'p, to'g'rirog'i 4 ta qismga bo'linadi. Mana bu yaxlit matn, bu 4 ta qismga bo'lingan matn. Biz yaxlit matnni gaplashib olaylik, keyin bunga ham o'tamiz. Xo'p, yaxlit matn berildi va bu yerda ayrim gaplarni raqam bilan belgilab qo'yadi. Xo'p, ilmiy matndan aytdik 5 ta test tushadi va ayrim gaplarni raqam bilan belgilaydi. 4 ta gapni raqam bilan belgilab qo'yadi. Xo'p, 5 ta testlardan bittasi mana shu raqamlarga oid test hisoblanadi. Ya'ni bu yerda aytilayotgan narsa, savolda shunday narsani so'raydi. Ushbu raqamlab ko'rsatilgan gaplarning qaysi biri matn mazmunida uslubiy xatolikni hosil qilyapti degan savol tushadi. Endi uslubiy xato nima, matn mazmunida uslubiy xato nima degan narsani tushunib olaylik. Xo'p, demak, shu gaplardan bittasi qanaqadir matnda mazmuniga xatolik qo'shib qo'yapti, xato bo'lib qolyapti. Xo'p, bu uslubiy xato degani nima degani o'zi desa, uslubiy xatoda ko'pincha fikr takrorlanadi. Xo'p, aytaylik, tepada bitta gap keldi. O'sha gap sal pastroqda aynan raqam bilan ko'rsatilgan gapda takrorlanib qolishi mumkin. Bu takror gap aynan takrorlanmasligi mumkin, so'zma-so'z takrorlanmasligi mumkin, lekin mazmuni takrorlanib keladi. Xo'p, shunday ekan, demak, mana shu takrorga hushyor bo'lishimiz kerak ekan. So'z gapni o'zi emas, uni mazmuni takrorlanib qolishi mumkin. Va e'tibor bersak, mana fikr takrorlanishi uchun, gap takrorlanishi uchun o tepada aytilgan gap orada anchagina masofa qolib turib, keyin takrorlanadi ko'pincha. Nimaga desa, shunda orada ma'lumotlar ko'payib ketadi va biz tepada nimani o'qiganimiz esimizdan chiqib qoladi. Agar yonrog'ida takrorlaydigan bo'lsa, hozir o'qigan narsamiz bilinib qoladi takrorlanayotganligi. Shuning uchun odatda fikr takrorlanayotgan bo'lsa, o'sha fikr yo 3-chi yo 4-chi gapda keladi ko'pincha. Men ilmiy matnlar ko'p testlarni yechib turib xulosa qildikki, ko'pincha 3 bilan 4 da kelar ekan. Lekin bu degani har doim degani emas. Ba'zida 1 da ham, 2 da ham kelishi mumkin. Men hozir fikr takrori degan narsani aytayapman xolos. Xo'p, bu o'sha uslubiy xatoliklarning bittasi. Xo'p, yana qanaqa bo'ladi uslubiy xatolik desa, izchillik buzilib qoladi. Izchillik. Qanaqa izchillik? Masalan, Mars sayyorasi haqida matn bo'lsa, matn ketyapti. Demak, matn yarmiga kelganda Mars sayyorasining fizik xossalari, Mars sayyorasining ximik xossalari haqida gap ketyapti bitta xat boshida. Uni atmosferasi, uni tarkibidagi moddalar haqida gap ketyapti-da va o'sha gaplar ichida Mars sayyorasi palonchi olim tomonidan mana bu yili o'rganilgan degan tarixga oid ma'lumot qo'shilib qoldi. Demak, fizikaga yoki kimyoga xos bo'lgan gaplar ketayotgan bir vaqtda tarixga xos bo'lgan gap qo'shilib qoldi. Mana shu narsa ham raqam bilan belgilangan bo'lsa, bu xato jumla hisoblanadi. Yoki bo'lmasa, tepada Mars sayyorasini 4 ta tabiiy yo'ldoshi bor degan jumlani eshitdik, o'qidik. Sal pastroqqa kelib turib, Mars sayyorasining o'sha 5 ta yo'ldoshi, tabiiy yo'ldoshi bunday deb ketsa, tepada 4 ta deydi, pastda 5 ta deb qo'ydi. Demak, tepadagi fikr bilan pastdagi fikr bir-biriga mos bo'lmay qoldi. Demak, o'sha pastdagi fikr matn mazmunidagi xatolikni yuzaga chiqaryapti va o'sha xato bo'lib qoladi. Ko'proq qaysi biri keladi desa, ko'proq fikr takrori keladi. Fikr takrori eng ko'pi. Shuning uchun odatda matnni o'qiyotganimizda bilaylik, 5 ta savol bor. 18, 19, 20, 21, 22 testlar ilmiy matn bo'yicha. Va har doim bilinglarki, taxminan masalan 20-test yoki 21 bo'lishi mumkin, o'rni almashishi mumkin. Har doim bitta test mana shu uslubiy xatolikni so'raydigan test bo'ladi. Xo'p, mana shu ma'lumotni eshitmagan o'quvchi nima qiladi? Matnni bir marta o'qib chiqadi. Testni yechib qarasa, qaysi raqamdagi gap matn mazmunida uslubiy xatolikni hosil qilyapti degan savolni ko'radi. Haligiga e'tibor bermay o'qigan u. Nima qiladi?
yana boshqatdan o'qib chiqar. Yana boshqatdan o'qib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, shuning uchun matnni o'qiyotganimizda hozir shu gaplardan qaysidir bittasi matn mazmunida uslubiy xatolikni hosil qilyapti degan nuqtai nazar bilan o'qish kerak. Shunda yo'l-yo'lakay bitta testni yechib bo'lib o'tib ketamiz. Agar unga qaramasdan shunchaki bitta matn o'qib ketsangiz, uni foydasi yo'q. Yana qayta o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Shunday ekan, matnni birinchi marta o'qiyotganingiz o'zida bir chekkadan o'qiysiz, ayniqsa raqamlangan gaplarga e'tibor berasiz va shularning qaysidir bittasi uslubiy xato, yo fikr takrorlangan, yo izchillik buzilgan, yo mantiq buzilib qolgan, tepadagi gap pastga to'g'ri kelmay qolgan. Shunaqa xatolardan bittasi kuzatiladi. Tushundinglar? Demak, bu matnni o'qishda birinchi yo'li. Xo'p, mana bunaqa bo'lingan matnlar ham keladi. Unda matnlarni raqamlab qo'yadi. Endi aytadi, ushbu raqamlangan matnlarning qaysi birida uslubiy xatolik bor. Endi unda masalan 4-gapda 5-6 ta gap kelgan bo'lsa, shu 5-6 ta gapdan qaysidir bittasi boya aytganimizdek uslubiy xato bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bunda gapni raqamlamaydi, matnni raqamlab chiqadi. O'sha matnning ichidagi qaysidir bitta gap uslubiy xato. Demak, mana shu narsani tushunib, hozir shuni so'raydi degan nuqtai nazar bilan o'qisak yaxshi bo'ladi. Tushundinglar? Xo'p, endi hozir qiladigan ishimiz bitta matn olaylik va o'sha matnni o'qib, testini yechib ko'raylik. Shunga qarab keyin yondashib ketamiz. 111-betni ochamiz. 111-bet. betda miya degan matn turibdi. Miya degan matn. Mana shu matnni hozir sinchiklab bitta o'quvchi o'qiydi. Qolganlar kuzatib ketadi. Qarang, matnni o'qiyotganda qiladigan birinchi ishimiz har bitta so'ziga e'tibor berib sinchiklab o'qish. Shoshmasdan o'qing. Hayolingizni boshqa narsaga chalg'itmasdan o'qing. Har bir so'ziga e'tibor berib o'qing. Mana qaranglar, 1 raqam belgilab qo'yibdi. 2, yoki mana 3, keyin narigi betida 4 bor. O'sha raqamlarga alohida e'tibor berib o'qing. Kuzatib turing. Shunda o'zi bitta testni yechib bo'lasiz. Keyin 4 ta test yechib o'tib ketasiz, bo'ldi. Xo'p, Marjona o'qiydi. O'qib oldik matnni. Oson ekan matn. Ma'lumotlar ko'p. Miyani bir nechta qismlarga bo'lib tashadi va o'sha qismlarda har bitta qismini o'ziga xos funksiyalari borligi haqida gap ketyapti. Endi hozir savollarni ko'ramiz, savollar dahshat. Xo'p, hozir matnni qayta o'qishga to'g'ri keladi. Xo'p, avval mana birinchi biz yondashadigan narsamiz test. Bizdan so'rayotgan narsa. Xo'p, 20-test qaranglar, raqamlab ko'rsatilgan qaysi gap matnning mazmuniy tuzilishida uslubiy xatolikni yuzaga keltirgan. Xuddi boya aytganimizdek uslubiy xatolik so'rayapti. Qaysi gap deb o'yladinglar? 2. Birinchi gap bilan ikkinchi gapni ikkinchi gap bir xil ekan. Undan keyingi gapda bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'i. Xo'p, qani, Shukrona aytayaptiki, miya insonning xatti-harakati, tafakkur tarzi, tuyg'ulari va xarakterini boshqarib turadi degan joy bilan, bosh miya deb ataladigan. Bundan keyingisimi? Hozir, to'xtab turinglar. Xo'p, bu yerdan ongli harakat, 3-chi xato. Bu miya katta yarim sharning po'stlog'i idrok va ong harakatlarini boshqaradi. bosh miya-yu, bu miya emas. Bosh miya, hozir. Eshitaylik. Bosh miya katta yarim sharning po'stlog'i idrok, ong va xatti-harakatlarni boshqaradi. Demak, Shukrona aytmoqchi bo'layotgan gap ikkinchi raqamdagi gap bilan mana bu yerdagi gap bir xilroq bo'lib qoldi. Shuning uchun ikki xato degan narsani aytdi. Demak, shu yerda izoh berib ketaman. Xo'p, mana bu yerda aytilgan gap bu yerda takrorlandi, to'g'rimi? Agar shunaqa bo'lsa, bizda ikkinchi gap emas, bu yerda kelgan gap xato bo'ladi. Raqamlangan gap xato emas. Tepadagi gap xato emas. Mana bu gap xato bo'lib qoladi. Chunki birinchi aytilgan gap xato emas, takrorlangani xato bo'ladi. Shuning uchun bu nuqtai nazar bilan ikkini xato deya olmaymiz.
Yaxshi. Demak, ma'nosi ham bir xil. birinchi gapni o'qiyapmiz. Bizning miyamiz harakatlar, fikrlar, his-tuyg'ular va hatto xarakterimizni belgilaydi degan gap bilan miya insonning xatti-harakati, tafakkur tarzi, tuyg'ulari va xarakterini boshqarib turadi degan gap o'xshayapti deyishdi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Miya tepada aytdiki, bizning miyamiz dedi. Bu yerda shunchaki miya dedi. Insonning xatti-harakati, miyamiz harakatlar, xatti qo'shilib qolgan. Tafakkur, bu yerda fikrlar degan. Xo'p, tafakkur tarzi, tuyg'ulari, bu yerda his-tuyg'u degan. Va xarakteri, bu yerda yana xarakter dedi. Demak, mana so'zma-so'z kelyapti. Tepada aytdiki, bizning miyamiz harakatlar, fikrlar, his-tuyg'ular, hatto xarakterimizni belgilaydi degan edi. Bu yerda miya insonning xatti-harakati, tafakkur tarzi, tuyg'ulari va xarakterini boshqarib turadi dedi. Ikkala gap to'g'ri topdilar, bir-biriga rosa mos tushdi. Demak, mana shu joyda xatolik bor ekan. Kim topa oldi shuni? Yaxshi. Demak, topganlar bor ekan, topa olmaganlar ham bor ekan. Osonmas ekan buni topib olish? Oson emas. Kimgadir oson. Bitta o'qisangiz, mana shu joy bitta o'qiganingizda chiqib qolsa chiqib qoldi. Chiqmasa topa olmay o'tib ketasiz o'sha joy. Istorasi, hammasi to'g'ri yo'qsharadi. Xo'p, keyingi testga o'tamiz. Keyingi 18-testdan boshlaylik. Matn mazmuniga mos to'g'ri ifodalanmagan ma'lumotni aniqlang. Matn mazmuniga mos to'g'ri ifodalanmagan, ya'ni matn mazmuniga mos bo'lmasin deyapti. A. Diqqat, harakat, hissiyot kabi jarayonlar bog'liqligi miya sohalarining umumiy faoliyatidan darak beradi. Shu fikr to'g'rimi? Xo'p, nimaga to'g'ri? Chunki boshda yangi gapdan shu Xo'p, endi qaranglar mana. Mana bu fikr to'g'rimi desam, ha, to'g'ri desanglar, nimaga desam, hozir o'qidi-yu, shuning uchun to'g'ri demanglar hech qachon. Mana bu gapga binoan bu to'g'ri. Mana bu gapga binoan bu noto'g'ri degan narsani aytishimiz kerak. Xo'p, bu yerda aytyapti, diqqat, harakat, hissiyot kabi jarayonlar bog'liqligi miya sohalarining umumiy faoliyatidan darak beradi. Qani o'shanaqa joy bormi? Bormi o'shanaqa joy? Bo'lsa, mana bu gap o'sha joyga ishora bor ekan deng. Yo'q bo'lsa, yo'q ekan deng. Istanglar. 2da qaysi 2da? Miya insonning xatti-harakati, tafakkur tarzi, tuyg'ulari va xarakterini boshqarib turadi. Bu yerda miya insonni mana shu jarayonlarni boshqarishi haqida gap ketdi, xolos. U yerda so'ralayotgan narsa umuman boshqa narsa. Xo'p, to'g'ri bo'lsa, mana bu gapga asosan to'g'ri deng. Bor ekanmi shunaqa jumla? Nima gap bor ekan? Bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'i, idrok, ong, hammasi umumlashgan gap bor ekan. Xo'p, qani? Bosh Bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'i, idrok, ong va xatti-harakatni boshqaradi. Yo'q, bu boshqacha jumla. Bu yerda bosh miya katta yarim shar po'stlog'ini vazifasini aytib beryapti. bu hammasiga tegishli deyapti. To'g'ri, bu gap noto'g'ri emas. Umumiy, masalan, beziga, bosh miya qismiga ham hamma ifodalanmagan deb so'rabdi, demak. Ha, qaranglar. Diqqat, harakat, hissiyot kabi jarayonlar bog'liqligi miya sohalarining umumiy faoliyatidan darak beradi. Demak, diqqat, harakat, hissiyot miya faoliyatining umumiy faoliyatini ko'rsatadi. Xullas, miya sohalarining hammasida shu narsa uchraydi deyapti. Yo'q, chunki hozir harakat boshqa ekan, diqqat boshqa. To'g'rimi, noto'g'rimi shu gap? To'g'ri ekan. Xo'p, mana bu gap deb turib ayta olmayapmiz, lekin bunaqa ma'lumot borligini ham topa olmayapmiz. Ya'ni 100% to'g'ri ham deya olmaymiz bu vaziyatda. Noto'g'ri ham deya olmaymiz. To'g'ri desak, asos yo'q. Noto'g'ri desak ham aynan bitta asos yo'q. O'zimizni xulosa qilib chiqaryapmiz. Turib turadi. Shunaqa vaziyatda turib tursin deymiz. Qolganlarni ko'rib chiqaylik, ehtimol noto'g'ri chiqib qolar. B. Bosh miya po'stlog'i va bosh miyaning peshona sohasi faqat ongli jarayonlarnigina boshqaradi. Xo'p, shuni o'qib ko'ramiz. Qani? Xo'p.
bosh miya po'stlog'i degan joyda o'qishni boshladim. Eshiting. Bosh miya deb ataladigan bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'i deyarli butun miyani qoplaydi. O'zining tirqishlari va burmalari bilan miyaga yong'oq ko'rinishini beradi. Bosh miya katta yarim sharlarning po'stlog'i idrok, ong va xatti-harakatni belgilaydi. U bizga muloqot qilish, murakkab muammolarni hal qilish, obyektlarni tanib olish va tasniflash qobiliyatini beradi. Sanaganlarning hammasi ong bilan bog'liqmi? Sanaganlarning hammasi ong bilan bog'liqmi? Xo'p, hozircha miya po'stlog'ini ko'rdik. Bosh miyaning peshona qismini ham shunaqa dedi. Uni ham o'qib ko'ramiz. Bu yerdan ongli harakat, ayniqsa kuchning tezligi, yo'nalishi va rivojlanishi boshqariladi. Ko'plab olimlarning fikriga ko'ra, bu yerda shuningdek insonning yuqori ruhiy funksiyalari joylashtirilgan va bosh miyaning peshona qismini madaniyat tashuvchisi sifatida tavsiflaydi. Bosh miyaning peshona qismining eng bo'rtib turgan sohasi e'tibor, fikrlash, qaror qabul qilish va rejalashtirish uchun javobgardir. Shuningdek, shaxsiyatni shakllantirish joyi. Bu yerda ham hammasi ongli ravishda boshqarishni ta'kidlayaptimi? Xo'p, bo'ldi, eshiting, siz eshiting, bo'ldi, siz gapirmang. Xo'pmi? Xo'p, demak, ketdik. Xo'p, demak, bu yerda bormi? Ongsiz narsani boshqarish haqida gap ketyaptimi? Yo'q. Demak, bu to'g'riga o'xshadi. Bizdan noto'g'ri xulosani so'raganmi? A to'g'riroqmi, B to'g'riroqmi? Yo'q. Hukm nuqtai nazaridan. A to'g'ri hukmroqmi, B to'g'riroq? Demak, A to'g'riroqqa o'xshar, B noto'g'riroq hukmga o'xshab turibdi. Xo'p, endi turib tursin, endi S ni ko'ramiz. S. Xo'p, kichik miyadagi hujayralar soni bosh miya po'stlog'ining boshqa sohalariga nisbatan ko'p. Xo'p, qani? Demak, kichik o'lchamiga qaramasdan kichik miya bosh miyaning qolgan qismiga qaraganda 4 barobar ko'p hujayralarni o'z ichiga oladi. Bu to'g'ri ekan. Bu aniq to'g'ri bo'ldi. O'ylanmadik. S to'g'ri hukm ekan. D. Nutqning idrok etilishi va yuzaga kelishi bosh miyaning chakka qismi faoliyati bilan bog'liq. To'g'ri. Nimaga to'g'ri? Nutq degan. Bosh miyaning chakka qismi degan joyni topaylik. Hop, mana bosh miyaning chakka qismi. Shu yerda nimani so'radi bizdan? Nutqni so'rayapti. Hop, bu sohaning eng mashhur funksiyasi tovushlarni his etishdir. Tovushni his etish degani eshitishga ham to'g'ri keladi. Hop, eshitish markazlari bosh miya chakka qismining deyarli butun yuzasini egallaydi. Ehtimol bundan yuqori hisoblash quvvati nutq va musiqani his etish uchun ko'proq talab etiladi. Biroq bosh miyaning chakka qismi boshqa narsalar uchun ham kerak. Hidlash, gapirish, tushunish deb ketyapti. Mana shu gapirish degan joylardan xulosa qildikki, hop, mana bu D dagi idrok etilishi, yuzaga kelishi bosh miya nutqning idrok etilishi. Demak, gapirish bu nutq va bu bosh miyaning chakka qismiga to'g'ri keldi. Hop, endi qaysi javob noto'g'ri xulosa, to'g'ri javob deb o'yladik? A bo'lsa kerak deb o'yladik. Chunki A da aniq gap chiqmadi-da, Blar qolganlari aniqqa o'xshadi. Endi shu yerda ba'zi joylarga e'tibor berib ketamiz endi. B javobni o'qiylik. Bosh miya po'stlog'i bilan bosh miya peshona qismi faqat ongli jarayonlarni boshqaradi deyapti. Faqat onglisini. Ongsizini boshqarmaydi degani bu. Xo'p, bosh miya peshona qismi degan joyga e'tibor beraylik. Bosh miya peshona qismi deganda bosh miyaning peshona qismi insonning yuqori ruhiy funksiyalari joylashtirilgan. Demak, bosh miyaning peshona qismida insonning ruhiy funksiyalari joylashtirilgan debdi. Endi savol, ruhiy funksiyalar ongli jarayonmi? Ruhiy funksiya. Ruhiyat. Ong bilan boshqariladimi ruhiyat? Demak, ruhiyat bu hissiyot, Ruhiyat ong bilan ya'ni ongli ravishda boshqarilmaymiz uni. Demak, shuning uchun ruhiy funksiya degan joyi bizni ozgina bu javob noto'g'ri bo'lsa kerak degan xulosaga olib kelyapti. Xo'p, qolaversa A javobni yana bitta o'qiylik.
diqqat, harakat, hissiyot kabi jarayonlar bog'liqligi miya sohalarining umumiy faoliyatidan darak beradi deb turibdi-kana. Xo'p, mana bu yerdagi ba'zi gaplarga e'tibor beramiz. Xo'p, demak, men yerdan boshlab o'qiymiz. Miya turli darajalarda bog'lanishlar zanjirlari shaklida tuzilgan. Qarang, miya turli turli darajadagi bog'lanishlar zanjirlari shaklida tuzilgan. Bitta sinapsdagi jarayonlardan millionlab hujayralar orasidagi tarmoqlargacha inson miyasi o'z vazifalarini bajaradigan katta bosh miya, kichik miya yoki miya poyasi kabi turli sohalardan iborat. Biroq ko'plab ko'nikmalarning ishlashi uchun miyaning turli sohalari o'zaro munosabatda faoliyat qilishi kerak. Shu yerga e'tibor bering. Xo'p, biroq ko'plab ko'nikmalarning ishlashi uchun miyaning turli sohalari o'zaro munosabatda faoliyat qilishi kerak. Demak, miyaning turli sohalari o'zaro munosabatda bo'lishi kerak dedi. Va davom etyapti. Shuning uchun qo'shni nerv hujayralari, shuningdek bir-biridan uzoqda joylashgan qismlardagi hujayralar o'zaro bog'langan. Turli joylardagilar o'zaro bog'landi, deyapti. Ya'ni miyani turli joylaridagi sohalari o'zaro bog'langan, hammasi bir-biri bilan munosabatda bo'lishi kerak degan narsani aytyapti. Bu narsa bizga mana bu A javobdagi fikrni to'g'riligiga ishora qilyapti. Diqqat, harakat, hissiyot kabi jarayonlar bog'liqligi miya sohalarining umumiy faoliyatidan darak beradi. Demak, diqqat, harakat, hissiyot bog'liq. Nimaga desa, miya sohalarining umumiy faoliyati bor-da, shuning uchun deyapti. Xo'p, xulosa qilib aytsak, Bdagi bosh miya po'stlog'i, bosh miyaning peshona sohasi faqat ongli jarayonni boshqaradi degan joyi ruhiy xususiyatiga ko'ra xato va mana bu fikr boyagi gaplarga ko'ra to'g'riroq o'xshadi va shu to'g'ri bo'ladi. Tushundinglar-a? Demak, biz chalg'idik. Mana bu fikrlarni topa olmayapmiz. Mini sertifikatda mana shu ilmiy matnning qiyin joyi aynan mana shu yerda. Ya'ni bitta gap bilan ifodalab bo'lmayapti. U yoqdan bu yoqdan kelyapti, aniq tasavvur qilish qiyin bo'layapti, bizni ko'p chalg'ityapti. Bdagi faqat ongli jarayonlarnigina degan joyi bizga haligi gap noto'g'riligiga ishora qilib ketdi. Demak, B noto'g'ri xulosa ekanini ishora qildi. Tushundinglarmi? Demak, B noto'g'ri ekan. Bizdan noto'g'risini so'ragan, B javobni olamiz. 19. Matn mazmunida aks etmagan ma'lumot yana aks etmasin, deyapti. A javob. Og'zaki nutq va yozma nutq uchun miyaning boshqa sohalari javobgar. To'g'rimi, deyapti. Og'zaki nutq degan joy qayerda keldi? Bu bosh miyada, yozma nutq kichkina miya. To'xtang. Hop, og'zaki nutq qayerda keldi? Bosh miyaning peshona qismida. Bosh miyaning peshona qismi? Chakka qismida deyapti. Buni gapirish turibdi. Yaxshi, bosh miyaning chakka qismi degan joyda Gapirish. hidlash, gapirish, tushunish, tasvirlarni tanib olish va xotirani shakllantirish uchun javobgar ekan. Gapirish degani og'zaki nutq deganimi? Qarang, bizni chalg'ityapti. Og'zaki nutq uchun boshqa joy javobgar, yozma nutq uchun boshqa joy javobgar, deyapti. Xo'p, demak, chakka qismida gapirish og'zaki nutq. Xo'p, yozma nutq qayerda? Yozishdi. Kichik miyada keldi. Kichik miyada mana shuningdek yozish kabi murakkab harakatlanish ko'nikmalarini muvofiqlashtiradi deb turibdi. Rostdan ham bittasi miyani boshqa joyida ekan, og'zaki nutq, yozma nutq boshqa joyda ekan. Bu to'g'ri ekanmi? Bizdan nimani so'ragan? Noto'g'rini so'ragan. Noto'g'rini so'ragan edi. Xo'p, endi 19 B-sini ko'rib turinglar. Xo'p, B-siga keldik. Aqliy jarayonlar miya sohalarining bog'liqligi asosida yuzaga chiqadi, to'g'rimi? To'g'rimi? Nimaga to'g'ri? Yo'q, mana B to'g'rimi? Nima uchun noto'g'ri? Chunki mana Hop, ana, sababini matndan topamiz. Shunchaki to'g'ri, noto'g'ri emas. Masalan, mana bu gapni hozir to'g'ri. Ular gipokamp, mana eng muhimlari gipokamp, amiklada, badomsimon bezlar,
belgilandi-yu, mana shular o'qisanglar, mana gipokampga alohida nima berilgan, bu yerda esda saqlash degan. Bu ham Hop. aqliy nimani? Hop. Keyingi gipotalamusda yana yozilgan. Vaqtni aniqlash. Mana bu ham aqliy, masalan, aqliy anaqaga kiradi-yu. Mana shundan anaqa deb qo'ydim. Yo'q, endi manada qarang. Bosh miyani chakka qismida ham aql, idrok bilan boshqariladigan narsalar bor. Hammasida bor ekan, to'g'rimi? Endi bizdan so'rayotgan narsa nima? Xo'p, aqliy jarayonlar miya sohalarining bog'liqligi asosida yuzaga chiqadi. Xo'p, boya o'qigan bitta gapimiz bor. O'sha joyda ko'raylikchi, biroq ko'plab ko'nikmalarning ishlashi uchun miyaning turli sohalar o'zaro munosabatda bo'lishi kerak. Nerv hujayralari shuningdek bir-biridan uzoqda bo'lgan qismlar o'zaro bog'langan. Xo'p, qani ozgina aniq bitta gap ayta olmadik, lekin A javobni to'g'riligini isbotladik. B to'g'riligini isbotlolmayapmiz. Turib tursinchi, balki bu yerda chiqib qolar. S. Inson va hayvonning miya poyasida o'xshashliklar mavjud. To'g'rimi shu jumla? Xo'p, qani oxirgi gapni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bu yerda odamlar va hayvonlar o'rtasidagi farqlar nisbatan kichik. Kichik deyapti. Farq bor deyapti-yu. Ha. Demak, farqi oz degani o'xshaydi deganimi? Demak, bu yerda aytdiki, inson bilan hayvon miya poyasida o'xshashlik bor dedi. Narada farq kichkina, ozgina farq dedi. Bu degan o'xshashlik bor degani mantiqan to'g'ri bo'ldi. Demak, A to'g'ri bo'ldi, S to'g'ri bo'ldi, D ni ko'rib chiqaylik. Nerv hujayralari nobud bo'lishi mumkin, ammo qayta tiklanishi kuzatilmaydi. Keltirilmadi, lekin to'g'ri-da, haqiqat. To'g'rimi bu? Nima uchun to'g'ri? Chunki Biz eshitganmiz, nerv qayta tiklanmaydi. Yo'q. Qaranglar, biz shunchaki eshitganimizga asoslanmaymiz. Mana bu gapga binoan deyishimiz kerak. Balki bordir. unaqa gap Yaxshiroq qaranglarchi. o'qib chiqdik, yo'q. Xo'p, endi eshitamiz, meni eshitinglar, xo'pmi? Gapirmasdan eshitamiz. Gippokamp degan joyda o'qiyapman. Gippokamp hayot davomida yangi nerv hujayralari paydo bo'ladigan miyaning bir nechta sohalaridan biridir. Bu gap nimaga ishora? Yangi nerv paydo bo'ladi deganimi? Ha, gippokamp hayot davomida yangi nerv hujayralari paydo bo'ladigan miyaning bir nechta sohalaridan biri. Demak, nerv hujayralari paydo bo'lar ekan. Mana bu yerda nima deganidir? Nerv hujayralari nobud bo'lishi mumkin, ammo qayta tiklanish kuzatilmaydi deyapti. Yo'q, qayta tiklanar ekan, paydo bo'lar ekan. Shuning uchun matndan deyapman, qayta. O eshitganimizda nerv tolalari bu uzilsa qayta tiklanmaydi. Shuning uchun asabiylashma degan gap ko'p eshitganmiz. Endi bu gap bizga asos emas. Mana matn turibdi, matndan olamiz asosni. Demak, A to'g'ri bo'ldi, ha? B da o'ylanib qoldik. S to'g'ri bo'ldi, D noto'g'ri bo'ldi. B da o'ylanuvdik xolos. Demak, B D dan ko'ra to'g'riroqmi? Demak, aqliy jarayonlar miya sohalarining bog'liqligi asosida yuzaga kelishi mumkinmi? Miyani bir nechta sohalari aqliy faoliyatni hosil qiladi, ular bog'langan deyapti. To'g'ri bo'ladimi? Nimaga noto'g'ri? Mana aqliy sohalar bir-biri bilan bog'lanyapti. Miya axir hamma qismi bir-biri bilan bog'lanadi dedi-yu. Aqliy sohasi ham bog'lanadi-da bir-biri bilan. Va noto'g'risi aniq turibdi-ku. Demak, noto'g'ri aniq turganligi uchun B da bilyapmiz, bu to'g'ri degan xulosaga keldik. Tushundinglar-a? Hamma tushundimi? Ha. Demak, matndan, hamma gap matndan ketish kerak. Xo'p, 20 ni ishlab bo'ldi, 21. Matn haqidagi noto'g'ri mulohaza, yana noto'g'risini so'rayapti. Xo'p, A javob. Miyaning, eshitinglar. Miyaning har bir sohasi alohida funksiyalarga ega. To'g'rimi? Miyaning har bir sohasi alohida funksiyalarga ega. Hammasini funksiyalarini sanab chiqdi. Qaysidir ko'nikmalar uchun umumiy faoliyat xos emas. Qaysidir faoliyat uchun umumiy faoliyat xos emas deyapti. To'g'rimi shu? Qaysidir ko'nikmalar uchun umumiy faoliyat xos emas. Shu jumla to'g'rimi? Ya'ni, aytaylik bitta faoliyat bor. Shu faoliyatni ikkita soha bajaradi. Bo'lishi mumkinmi shunaqa soha? Xo'p, sal o'ylanib qoldik, turib tursin. B ga o'tdik.
nasl qoldirish jarayoni gipofiz bezi va uni boshqaradigan gipotalamus sohasi tomonidan nazorat qilinadi. Qani ko'rib chiqamiz, gipofiz bezi degan joyda ko'ramiz. Hop, oldin gipotalamus. Gipotalamus bu soha bola tug'ish deb ketyapti. Gipotalamusda bola tug'ish bor ekan-a? Endi gipofiz bezi degan joyda ko'ramiz. Hop, shunday qilib u o'sish va bola tug'ish kabi deb ketdi. Demak, rostdan ham ikkala qismda ham bola tug'ish bo'yicha buyruqlar bajarilar ekan. Shuning uchun B to'g'ri bo'ldimi? Ha, endi sizlarni ko'ramiz. Insonning jinsiy faoliyati va kechinmalari limbik tizim tomonidan nazorat qilinadi. To'g'rimi? Ha, uchinchi gapni qaraydigan bo'lsak, aynan xuddi shu gapni beryapti. Limbik tizim bizning his-tuyg'ularimiz va jinsiy hayotimizni boshqaradi. Shunday tashqi dunyoda ketdi. Rostdan to'ppa to'g'ri ekan. Bunda qiynalmadik. Ana gapni ichidan o'zidan oldik. Endi D ga o'tamiz. Inson shaxsining shakllanishi va rivojlanish jarayoni asosan bosh miyaning peshona qismi faoliyati bilan bog'liqdir. Inson shaxsining rivojlanishi bosh miya peshona qismi bilan bog'liq, to'g'rimi deyapti? Hop, qani ko'rib chiqamiz bosh miyaning peshona qismi. Bosh miyaning peshona qismini oxirgi gapini o'qiylik. Ha, shuningdek, shaxsiyatni shakllantirish joyi hisoblanadi. Ha? Bosh miyaning peshona qismining oxirgi gapini o'qing-da. Shaxsiyatni rivojlantirish joyi. Javobda nima dedi? Inson, inson shaxsining shakllanishi uchun kerak ekan. To'g'rimi? Bo'l. Ha. Demak, inson shaxsining rivojlanishi ekan. Pastda ham aytdi, shaxsiyat rivojlantiradi. To'g'ri bo'ldimi? Endi qaranglar, B to'g'ri bo'ldi, C to'g'ri bo'ldi, D to'g'ri bo'ldi. Endi A ga boshqatdan to'xtalaylik. Miyaning har bir sohasi alohida funksiyaga ega. Qaysidir ko'nikmalar uchun umumiy faoliyat xos emas. Bola tug'ish qaysi sohalarda edi? Gipotalamus, yana gipofiz bezi. Ikkita soha bitta umumiy xususiyat bajardimi? Bu yerda aytayapti. Qaysidir ko'nikmalar uchun umumiy faoliyat xos emas dedi. Umumiy faoliyat xos ekanmi? Ha, demak B, C, D to'g'riligidan A javob noto'g'riligidan bilyapmiz. A javob noto'g'ri xulosa. A'ni noto'g'riligini bilmasangiz ham qolgan 3 tasi to'g'riligini bildik-ku. Shuning uchun A noto'g'ri bo'lib qolaveradi. Demak A bo'ldi. 22. Gippokampning asosiy roli nimada? O'qib chiqamiz. Gippokampni o'qiyapman, eshitinglar. U bosh miya po'stlog'ining o'ralgan qismi va limbik tizimning markaziy qismidir. U bilim va tajribani saqlash uchun muhim. U mavjud bo'lmasa, siz hech qanday yangi narsani esingizda saqlay olmaysiz. Ha, demak javobda kelib turibdi. Hop, 22. Gippokampning asosiy roli C yangi ma'lumotlarni saqlash. Bizda o'sha nima edi? Gippokamp yaxshi rivojlanmagan ekanda, esimizdan chiqib qolyapti-yu, yangi o'qigan narsalarimiz. Ko'ryapsiz-a? Oson emas ekan. Bu qiyinroq matn ekan. Shunaqa matn tushadi. Kerak bo'lsa bundan qiyinrog'i ham tushadi. Oson bo'lmaydi. Xo'p, endi ilmiy matnda mana xulosalar chiqaramiz. Ilmiy matnda birinchi xulosamiz. Matnni sinchiklab bir marta o'qish kerak. Yaxshi tushunmasangiz, hali testiga o'tishdan avval yana boshqatdan bir marta o'qish kerak. Bo'l, undan oshig'i vaqtingizni olib qo'yadi. Xo'p, undan keyin qiladigan ishimiz mana kalit so'zni topib olish kerak. Kalit so'z. Kalit so'zni to'g'ri istasangiz chiqadi. Ya'ni kalit so'z nima? Og'zaki nutq dedi. Mana ayyorlikni qarang, og'zaki nutq degan so'z uchramadi matnda. Gapirish dedi xolos. Yoki yozma nutq demadi. Yozish dedi xolos. Shunaqa holatlar bor ekan. Yoki yana ko'rdik, so'zma-so'z kelmayapti. Mazmun bir xil, lekin so'zma-so'z emas. Gapning shakli har xil bo'lib qolyapti. Shunaqa holatlar keladi. Oson bo'lmaydi. Qayta-qayta o'qiysiz. Ba'zi joylarni boshqatdan o'qib chiqishi to'g'ri keladi. Shunaqa ekanda xullas. Oson emas ekan. Ilmiy matn shu. Bundan osonrog'i ham tushadi.
Bundan sal qiyinrog'i tushishi mumkin, lekin eng qiyini shunaqa. Bundan ja qiyini bo'lmaydi. Ilmiy matnda 5 ta test bo'lsa, 4 tasini to'g'ri yecha olsangiz, reja bajarilgan bo'ladi. 4 tasini to'g'ri yeching, reja bajarildi. Bitta xato qilishga haqqingiz bor ilmiy matnda. 5 ta yechsangiz, siz reja ortig'i bilan bajargan bo'lasiz. 3 ta bo'lib qolmasin. Endi gapirishga oson, mana 5 tani yechinglar, yaxshilab o'qisangiz yechasiz deyoramiz. Lekin o'qiyotganingizda e'tibor bermay qoladigan joyingiz bor ekan. Mana bu fikr to'g'ri deb boshqa joyda ushlab oladigan joyingiz bor ekan. Xullas, matn bilan ishlash. Bittasi aytayapti, u yomon qiyin ekan, u qanaqa qilib yechamiz endi biz deb. Endi birinchi marta yechayotganlar aytayapti-da. Siz avval bugun mana 15 ta variant beraman. Shuni yechib keling. Keyin yana boshqa kitoblar olamiz, mock testlar yechamiz. Shular hammasini yechib borsangiz, osonlashadi. Bitta test bilan ham yo'q hal bo'lmaydi. Testdagi nimaga chizsak bo'ladi? Hozir ilmiy matn shu. Tushunarlimi? Shu joy bo'yicha savollar bormi? Yo'q-a? Bo'ldi.